Ustani qo'li gul bo'lsa, uyingiz xuddi mana shunday chiroyli bo'lishi mumkin bo'ladi. Bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, patolog ustalari shunday kuchayib ketishdiki, O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatishyapti. Asosan vodiyda, lekin bu yoqqa ham zakaz asosida bemalol chiqishlari mumkin. Endi siz bemalol bu yog'iga, samareziga, raykasiga, lesasiga, usta ish haqqiga o'ylanib o'tirmaysiz. Siz endi ushbu ustalarning raqamlarini saqlab qolasiz va o'zingiz bemalol chaqirishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, biz hozir Samarqandga keldik va Samarqandda obyektimizni ko'radigan bo'lsangiz, lyustrasi juda ham chiroyli ochib yuboradi. Kosmosni yumaloq varianti, xohlasangiz mana bunday avvalgi variantidan qildirishingiz mumkin. Ushbu ustalarimiz sizni uyingizni joylashuviga qarab turib, o'zlarining dizaynlari va sizni o'zingizga yoqqan dizaynni bemalol tanlashingiz mumkin bo'ladi. Nech puldan bo'lyapti deb o'ylaysiz? Vodiy bo'yicha barcha narsasi o'zidan ichida bo'ladi va siz pulini sanasangiz bo'ldi. 130 ming so'mdan vodiy bo'yicha bo'lyapti. Ketgan tunikasiga qarab turib, agar joyingiz, mana shu joyimiz hozir 400 kvadrat metrni tashkil etyapti, lekin ketgan tunikasi esa 580 ni tashkil etyapti. Siz 580 ga pul to'laysiz, agar ortiqchasi kelib qolgan bo'lsa, uni bemalol shunday qayrib qolishlari mumkin bo'ladi. Bu albatta pulning ichida. Sizga mana shunday ustunlikni va joyingizga qarab turib, O'zbekiston bo'yicha Xorazmmi, Surxondaryomi, Toshkentmi joyiga qarab turib, dastavkalari ichida bo'lganligi uchun narxlar o'zgarishi mumkin va chekkalarini mana bunday MDF qildiradigan bo'lsangiz, kosmoslar esa alohida hisoblanadi. Buni katta va kichikligiga qarab turib 160 dan 300 dollargacha xohlagancha bemalol qo'ydirishingiz mumkin bo'ladi. U yog'ini aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, sizga kataloglarni va chiroyli rasmlarni ko'rsatishadi. O'zingizga yoqqanini tanlang va mana shunday uyingizni bir zumda chiroyli holatga keltiring.